masalan 24 soat kompyuter oldida qanaqa qiynalib ishlaganingizni yoki ishingizda, ofisingizda qancha katta pul topayotganligingizni yoki onalar uyida o'tirib farzandlarini o'sha yig'ishtirib uylarini 24 soat chinnidek qilib qo'yishini hech qachon farzandlar bu narsani ko'rmaydi yoki esida qolmaydi. Esda qolish uchun albatta bolalarga yaxshi xotira qoldirish kerak. Yaxshi xotiralarni men o'ylaymanki, farzandlaringiz agar ertalab soat 4 da turib, aeroportga chiqishi va aeroportda samolyotlarni kutishi va o'sha sayohatlari to'g'risida o'ylashi, farzandlaringiz bilan muloqotda bo'lishingiz bu farzandlaringiz uchun juda ham katta xotira beradi. Bu paytda shu xotiralar uchun eng zo'r yo'nalishlarni bilaman. Aynan o'zim ko'rib kelgan, aynan o'zim sinab kelgan, otellarda inspeksiyadan o'tgan otellarimiz bor. Antaliya yo'nalishini maslahat beraman. Nima uchun? Sababi u yerda bolalar uchun sharoitlar juda ham zo'r, akvaparklar bor. Farzandlaringiz zeriktirmasligi uchun animatsion shoulari bo'ladi. Farzandlaringiz maza qilib o'sha plyajlarda qumlar bilan o'ynashi va ovqatlari bolalar uchun har qanaqa yoshlar uchun maxsus menyularni ko'rib, albatta juda ham xursand bo'lasiz. Ham siz ham dam olasiz, ham farzandlaringiz ham maza qilib dam oladi. Mana shu yo'nalishlarni men sizga bemalol tavsiya etaman.